Assalomu alaykum hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz. Mana bugun men o'zimning shaxsiy YouTube kanalimni ochdim. Ya'ni Behruz Uz deb yozsanglar, butun eng zo'r yangiliklar, eng zo'r ma'lumotlar, o'zimga nima tavsiya qilsam, sizlarga ham shu narsani chiroyli qilib obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Bu sohamiz mashina bo'yicha bo'ladi va keyin uy-joy bo'yicha bo'ladi. Xudo xolisa, sekin-sekin xudo xolisa rivojlantirib boraman. Faqat u uchun sizlarning ham yordamingiz kerak bo'ladi. Obuna bo'lib, like bosib qo'yishlarini xohlayman. Va undan tashqari o'zingizlarning shaxsiy fikringizni kommentarlarni ham yozsanglar yoki qaysi mashinadir kerak bo'lsa, o'sha mashinani aytsanglar, o'shanga qarab chiroyli qilib obzorlarni qilib berib, sizlarga yetkazib berishga harakat qilaman. Xo'p, hozirda men Toshkent Motors avtosaloni Jack rasmiy dilerida ishlayman. Bu Jack mashinalarimizda xudo xolisa bitta o'zim sizlarga chiroyli obzorlarni qilib berishga harakat qilaman. Faqat kamerani o'zim qo'lda ushlagan holda sizlarga to'liq ma'lumotlarni berib o'taman va o'zimning shaxsiy nomerimni ham qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqarasizlar xudo xolisa. Hammalarga yaxshi mashinalar, yaxshi uy-joylar, yaxshi narsalar, yaxshi kunlarga nasib qilsa, xudo xolisa eng oxirgi va original gaplar shu yerda bo'ladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, oldin qoshda gaplar bo'lmaydi. Misol uchun, bu mashinamizni qanday olib chiqib ketmoqchisizlar, hammasini to'liq ma'lumotlarni berib o'taman. Hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz, xudo xolisa sizlarga ham ma'qul kelsa video, yaxshi bo'lsa haqiqatdan podpiska tashlab qo'yishlarini xohlayman va kommentariy yozinglar va like bosishni ham esdan chiqazmanglar. Hozirda men sizlarga Toshkent Motors Jack rasmiy dileridagi Jack X200 pul topar mashinalarimizda gruzovoy chiroyli obzorlarni qilib beraman. Xudo xolisa har kuni bitta, ikkita mashinani obzor qilib berishga harakat qilaman sizlarga. Videoni boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rahmat aka sizlarga. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, ko'rib turibsizlar, hozirda Toshkent Motors Jack rasmiy dilerida Jack X200 avtomobillarini sotuvda tayyor. Balkim video qimillab ketishi mumkin. Balki buyurmisizlar, qo'ldan kelgan chiroyli obzor qilib berishga harakat qilaman. Xo'p, bu mashinamiz 2 atmosferli motor bo'ladi. Toyota bilan samnisni ishlangan. Metan, propan bemalol tushadi. O'zimizni Samarqand ishlab chiqaziladi bu mashinalarimiz. Ko'rib turganingizdek, furgonligimiz bor. Alkifondan qilingan, yon tomondan ham eshiklar ochiladi. Tentovkamiz bor, raskali dushkali bu tentovkamiz. Bu ham yig'iladigan, xohlasanglar bartovoy desanglar, bartovoyimiz ham bor. Bularning hammasini motor 2 atmosferli motor bo'ladi. Bularga 300 ming probeg garantiya beriladi. Nima-nimalasiga deyishingiz mumkin. Motor, korobka, zadniy mostiga 300 ming probeg zavod tomonidan garantiya beriladi. Agar sizlar o'zimizda servisda, ya'ni Toshkentdagi servisda metan qo'ydirsanglar yoki propan qo'ydirsanglar, 1 yil 50 ming probeg garantiya beriladi. Boshqa joydan qo'ydirsanglar, hurmatli haydovchilarimiz, garantiyadan chiqadi. Xo'p, endi bu mashinamizni ichki salonlariga bitta ko'rib o'tamiz. Hozirda 1 minut ko'raylik. Mana bakoylarimizni ham ko'ringlar. Bakoylarda ham upgrade'lar bor. Bo'lni qish yomg'irlarda sizlarga juda yaxshi foyda beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Bitta niyat qilib qo'yasizlar. Hurmatli obunachilarim deyman, endi xudo xolisa, faqat obuna bo'lsanglar. Mashinamiz ichki salonlari juda keng. O'zi ochilishdan ham e'tibor qilsanglar, bir shumka bo'lganga o'xshaydi. Juda baquvvat qilib ishlangan. Mana terlari ham renonimni qilingan, o'zi zavod tomonidan, Pramoy Uzavtotrailer tomonidan zibor bo'lib chiqyapti. Xo'p, oldiga 3 kishi o'tkazsanglar bo'lmaydi. Ko'pchilik 3 kishi o'tkazsanglar bo'ladi deb aytadi, lekin dokumentalni 3 kishiga ruxsat yo'q. Endi qishloq sharoitlarida o'zimizda gaylar yo'q joylarda o'tkazsanglar bo'ladi. Bunda ham tavsiya qilmayman-ku. Endi baribir 2 kishi o'tkazsanglar yaxshiroq bo'ladi, chunki dokumentalni 2 kishiga ruxsat. Xo'p, bu mashinamizda konditsionerlar bor, ko'rib turibsizlar. Ichki salonlari juda keng qilib ishlangan. Ya'ni o'tirganda ham bemalol o'tirasizlar. Rollarimiz gidravlik rol bo'ladi. Bu mashinamiz 147 ta ot kuchiga ega. Ko'rib turibsizlar. Shuni tushirib qo'ysak, podstikanli bo'ladi. Hozir men sizlarga bir ko'rsatishga harakat qilaman. Orqalarida dankratlarimiz ham bor. Ko'rib turibsizlar, juda cho'tka qilib ishlangan. Xo'p, balonlarimizga ham kelsak, balonlarimiz oldi 15 bo'ladi, orqa 13 bo'ladi. Oldi amortizator prujinovoy bo'ladi, orqa amortizator resor bo'ladi. Mana bortimiz ham 3 o'ngga 1.65. Ko'rib turibsizlar, 3 o'ngga 1.65 bortimiz. Endi sizlarga tavsiya, ko'pchilik tentovka olaymi, bartovoy olaymi deganligi, tentovka raskali dushkali. Men o'zimning qo'shnlarimga ham akalar bartovoydan qilib berganman. Chunki tarvuz qovun tashiyman desanglar, lapalab ketishi mumkin. Dispadan qilib cho'tka qilib o'zingizlar
yasatirsalar bo'ladi. Где-то bir 7 million, 6,5 millionlik yasab bersa kerak. Mana kelarni ham ko'rsataylik. Bu zapaskilari ko'rib turibsizlar. Shotchi qilib ishlangan. Mana resortlari. Yillari ham 25-25, 7-oy ekan. Prama uzavtotreyler tomonidan ishlab chiqarilgan. Ko'rib turibsizlar, qo'sh balon. Mana baklarimiz. Ko'pchilik Hyundai Porter bilan pashta birga bir ekan deyishyapti. Chunki ko'p mijozlarimizga qilib berganim uchun ko'pchilik o'sha Hyundai Porterliga o'xshatishyapti. Chunki mana shu furgonlikdan samarqandlik mijozlarimga qilib berganman. Xudo xolisa video davomida men sizlarga ularni ham xudo xolisa kerak bo'lsa ishlatayotgan joylariga ham borib videoga olib qo'yib berishga harakat qilaman. Mana furgonligimiz alkifondan ishlangan. Ko'rib turibsizlar, orqa tomonlari ham eshiklari ochiladi. Daraxt bo'lganligi sababli yaqin o'tolmadi. Svetlari, beemlar meva-cheva tashlaysizlarmi? Yoki bir oziq-ovqat tashlaysizlarmi? Shiklat zavodi bormi? Hammasiga suv tashiydigan zavodga beemlar tavsiya qilaman. Katta firmalarga qilib berganmiz. Firmalar ham beemlarga ko'rgan bo'lsanglar, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolisa. Haqiqatan mashina zo'r, maqtash emas. Kelinglar, bitta ko'rishinglar mumkin. Hozir mana yon tomondan ham ko'rsatay, narigi tomonni ko'rsatuvdim. Mana akkumulyatorlari. Mashinamizni umarim video yoqadi deb o'ylayman. Sandiqlari o'zini zavodskoy. Xo'p, buni narxini ham aytib ketay videoning o'rtarog'ida. Bu mashinamiz 275 million 520 ming so'm furgonligi. Buni ham hozirda garantiya bo'lgani 30% bilan avtokredit qilib olib ketsanglar bo'ladi. Boshqa 25%, 20% bilan chiqartirib beraman deyishi mumkin, lekin unaqa narsa yo'q. Hurmatli xaridorlarimiz, bekarga kutib, boshinglar og'rib, sarson bo'lmanglar. Garantiyasi hozirda 30% bilan chiqyapti. Jack X-imiz 275 million 520 ming so'm. Tentovkamizga keladigan bo'lsa, bu ham 30% bilan chiqadi. Bu mashinamizda tan narxi, zavod narxi 255 million 360 ming so'm. Bu ham xuddi shunday 30% bilan beemlar chiqarsanglar bo'ladi. Bartovoyimiz keladigan bo'lsa, Bartovoyimiz 248 million 640 ming so'm. Hurmatli xaridorlarimiz, buni ham boshlang'ich 30% bilan beemlar chiqarsanglar bo'ladi. Undan tashqari ko'rib turibsizlar, hammasi daraxt teglarida turibdi salqinda. Hozirda nalichida tayyor beemlar kelib xarid qilsanglar bo'ladi. Tentovkamizni orqa tomonini bitta ko'rsatay, mana raskali dushkalik. Tentovkamiz. Tagiga bitta rezinka tashlaysizlar, mazza qilib ishlataverasizlar. Ko'rib turibsizlar. Mana Tashkent Motors avtosaloni bet. Toshkentdagi glavniy ofisimiz. Kelishingizdan oldin faqat bitta telefon qilinglar. Ikkita nomer qoldiraman. Shaxsiy ikkalasi ham o'zimning nomerlarim. Beemlar aloqaga chiqaverasizlar. Xohlanglar 90lik 988 71 00 ga qilinglar. Xohlasanglar 90lik 069 20 20 ga beemlar aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Mashinaning yurish jihatlari zo'r. Beemlar Telegramdan ham yozsanglar, o'sha kunning ma'lumotini cho'tga qilib beraman. Men sizlarga hozir shu 30% shuncha bo'lar ekan desam, keyinchalik misol uchun narx ko'tarilib qolishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun bitta aloqaga chiqsanglar, kelishingizdan oldin xudo xolisa tiniq ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, hurmatli xaridorlarimiz va obunachilarimiz, agar bu video yoqqan bo'lsa, iloji bo'lsa like bosib qo'yinglar va shu kanalimga obuna bo'lishni ham esdan chiqazmanglar. Chunki qanchalar obuna bo'lsanglar, shuncha video chiqarishga harakat, ko'proq video chiqarishga harakat qilamiz. Va undan tashqari, undan boshqa mashinalar kerak bo'lsa, ya'ni yaqinda hozir Jack M3 Sunray'larimiz ham kirib kelgan. Faqat ularni hali narxi chiqmadi. Xudo xolis ular ham 100% narxlari chiqsa, ularni ham videolarini qo'yib boraman, xudo xolis. Hurmatli xaridorlarimiz, video yoqqan bo'lsa, like bosish esingizdan chiqmasin. Hozir bismillohda birinchi videom shu bo'ladi. Jaydaricha qilib oldim. Kimgadir ma'qul kelar, kimgadir ma'qul kelmas. Hech kimni zo'rlash yo'q. Xudo xolis ma'qul kelganlarga chiroyli qilib berishga harakat qilamiz. Men bilan aloqaga chiqinglar. Shu boya aytgan nomerlarim 90lik ikkilasi ham 988 71 00 90lik 069 20 20 nomerlarda bo'laman. Men bilan aloqaga chiqinglar. Video yoqqan bo'lsa, like bosish esdan chiqmasin. Mana ko'rib turibsizlar, undan tashqari har kuni xudo xolisa bitta video qo'yishga harakat qilaman. Sizlarga foydali bo'ladigan. Sog' bo'linglar, likelarni bosinglar. Bismillah deb boshladik, xudo xolisa. Sizlarga ham yoqadigan umiddaman. Zeriktirgan bo'lsam uzr.